tuzumsan. Ha, yaxshi rahmat. 3 kundan beri daychidaman. Polni yotibman borib, mazza qilib. Anochi Instagramga lupaga yozsangiz chiqadi-ku, daychalar borda yozsangiz, birinchisi. O'sha akkauntda kechga yaqin tashlab yuboraman rasmlarni. To'xta gaplashamiz, xo'p? Muslimaxon, voy Muslimaxon. Voy Muslimaxon, qizim, momentlarga qarab qo'ysangiz bo'lmaydimi, bolam? Bu joningiz ertalabdan men parlasab qo'yibdilar, namozga turib uyalmadingizmi? Jeb bo'lmaganda momentlarni yig'ishtirib qo'ying. Men dachiga dam olgani kelganman. Je, o'zi 315 qarch bo'lib qopti. Boshqacha chora ko'raman men sizga. Oyijon, yaxshi o'tiribsizmi? Rahmat. Yo'qdimi dachalar? Juda chiroyli, ma'zur bo'ldi. Ertalabdan bomdobga turib, men parlasab qo'yibsiz. Chiroyli qilib, rahmat oyijon. Mayga bu ish emas, buni yesanglar xursand bo'laman. Rahmat. Oyijon, bitta gapim bor sizga. Ishtimi? Ichingmi? Kelinimchi tili yomon ekanda, uni desam, buni deydi, buni desam, uni yaxshi gapirdim, yomon gapirdim. Endi bugun shartta uyga haydab bormoqchiman, nima deysiz? Bekorda yetibsiz. O'zingiz kelganingizda qanaqa edingiz? Hech narsani bilmagansiz. O'tkazganimcha chochimga oq tushdi. Menga yaxshi gapirib o'rgatish o'rniga siz ketkazmoqchimisiz? Agar o'rgata olmaydigan bo'lsangiz, kelin qila olmaydigan bo'lsangiz, sizni o'zingizni ham qo'shib haydab boraman. Oyijon. من تاجیک چنم دانم، شونم منو لیکن کم کم. من تاجیک چنم